Sizlarga geometrik progressiya haqida ozgina tushuncha berib yuboraman. Geometrik progressiyaning hadlari B1, B2, B3, B4, B5, B6 va hokazo Bn gacha boradigan shunday ketma-ketlikki, buni har bir hadi bir xil songa ko'payib boradi. Nechaga ko'payilayotganini bilish uchun keyingi hadini undan oldingi hadiga bo'lib topib olamiz. Mana shu nisbatni bizlar q harf bilan belgilaymiz. Mana shu qni maxraj deb nomlaymiz. Maxrajini topish uchun 3-hadini 2-hadiga bo'lsak ham bo'ladi. Xohlasak 4-hadini 3-hadiga bo'lsak ham bo'ladi. Bu degani n-hadini undan oldingi n-1-hadiga nisbati degan ekan. Endi n-hadini topish uchun b1 ni qni n-1 darajasiga ko'paytirib topamiz. Bu istalgan n-hadini topish formulasi. Masalan, endi o'rniga son qiymat berib ko'ramiz. 2 bersak b1 qni 1-darajasi hosil bo'ladi. 3 bersak b1 qni darajasi 2 hosil bo'ladi yoki 20 bersak b1 qni 19-darajasi hosil bo'ladi. Endi bitta misol ko'rsataman. Masalan, bizlarga b5 teng 2, b7 teng masalan kattaroq son berilgan bo'lsa, 10 berilgan bo'lsa, b1 bilan qni topinglar degan shart berilgan bo'lsa. Buni ishlashda b5 ni tarkibini yoyib olamiz. Mana bu formula bilan. Bu degani b1 qni 4-si degani. b7 degani b1 qni 6-si degani. Endi ikkalasini nisbat qilib bo'lib yuborsak, qni kvadrati teng 5 bo'ladi. Q o'zi plus minus ildiz osti 5 ga teng bo'ladi. Bu chiqqandan keyin uni qiymatini olib borib qo'yib, b1 ni ham topib olsak bo'ladi. Endi yana bitta jihati bor. Mana shu geometrik progressiyada istalgan ikkita hadini ko'paytmasi chekka hadlar ko'paytmasiga teng bo'ladi. Buni b3 ko'paytirilgan b4, b2 ko'paytirilgan b5 ga teng desak bo'ladi. Buni yana davom ettirsak bo'ladi. Masalan, bu b1 ko'paytirilgan b6 ga ham teng bo'lishi mumkin. Bundan tashqari istalgan bitta hadini o'ziga ko'paytmasi, uni ham chekka hadlar ko'paytmasiga teng bo'lishi mumkin. Bu degani b4 ko'paytirilgan b4, b3 ko'paytirilgan b5 degani. Yoki bo'lmasa buni ham b2, b6 ko'paytma shaklida yozishimiz mumkin ekan. Endi mana shu hamma hadini yig'indisini so'raydigan bo'lsa, bu hadlarning yig'indisini Sn teng b1 1 minus q darajasi n taqsim 1 minus q degan formuladan topsak bo'ladi. Masalan, bizlardan 20 ta hadini yig'indisini so'rasa, b1 ni berib qo'ysa 2 ga teng, qni berib qo'ysa 3 ga teng deb mana shu formulaga qo'yib topsak bo'ladi. S 20 teng bo'ladi. b1 o'rniga 2 qo'yamiz, qni o'rniga 3 qo'yamiz. 20 ta had deganligi uchun buni darajasiga 20 qo'yib 1 minus 3 deb yozib olsak bo'ladi. Bu degani ikkalasi qisqarib 3 ta 20-si minus 1 degani.